alaykum, hurmatli azizlarim. Hammalaringga tongi salom, yangi tong muborak bo'lsin. Hozirgi aytadigan she'rim, oldindan aytaman, xato joylari bo'lsa uzr, yutuqli joylari bo'lsa billa bo'lishinglar men bilan kommentariyalarga yozinglar. Albatta o'zlaringning fikrlaringni sizlarga yoqadi degan umiddaman. Ayol degan she'rimni sizlarga o'qib bermoqchiman. Havas qilib, to'ylar qilib, kelin olarsan ayol. Kelin emas qizim deb ko'krak kerarsan ayol. Asta sekin kunlar o'tib, qiliqlari chiqarkan, orzularing kuchga chiqib, holdan toyilsan ayol. Bolasini bolaginam bolasi deb so'yib o'pib to'ymaysan. Kunlar o'tib oyu yillar qariganing bilmaysan. Sochlaringga oq oralab qo'ygin tashvish oqlarni, qadring bilib o'zing uchun yashaginda ey ayol. Farzandlaring o'z yo'liga aravasin tortadi, kunlar o'tib o'zlari ham qariganda qaytadi. Qaytar dunyo ekanini keyin anglab yetadi. Ey ayol, surma hayol, choling bilan o'ynab kul, g'am g'ussani unutib mazza qilib davring sur. Kirib 90-100 yoshga o'z qadringni o'zing bil.